Bismillah. O'sha trend bo'layotgan malinali pirojnini ideal retseptini tekinga o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar. Ko'pchilikni uchrayotgan muammo pirojni yorilib ketyapti va mazasi qaymoqli, oddiy bo'lib qolyapti. Muslardan, qaymoqli kremdan foydalanishyapti. Yechim bo'lish uchun shu videoni tayyorladik. Kremimiz yogurtli krem. Teksturasi juda ham mayin bo'ladi, hammaga birdek yoqadi, yumshoq holatda bo'ladi. Musdan ko'ra shu retseptni tayyorlab ko'ringlar. Konfitur kremlarni tayyorlab har doim bir kunga olib qo'yasizlar. Bir kundan keyin stabillashgandan keyin kremimizni shunaqa mikserda ko'pirtirib olamiz. Yogurt qo'shib yana ozgina ko'pirtirsak, juda ham nejniy va yoqimli krem hosil bo'ladi. Maxsus marinali silikonli kremimizni va konfiturimizni joylab morozilikka yuboramiz. Korpusli pirojni alfamini qotganda 3 ta narsaga rioya qilsanglar, korpusli pirojni yorilmasdan zo'r chiqadi. Birinchisi zagotovka har doim muzdek bo'lishi, ikkinchisi sifatli shokoladdan foydalanish, glazurdan emas. Uchinchisi yaxshi sifatli kakao masla va zagotovkani kremi unaqa erib ketadigan darajada bo'lmasligi kerak. Zagotovka tez eriydigan bo'lsa, ishlatgan asosiy kreminglar juda ham yumshoq bo'ladigan bo'lsa, zagotovka erigandan keyin hamma og'irlik shokoladli paketga tushib, zagotovka har doim yorilib ketadi. Shu narsaga ahamiyat beringlar.